Bu uy mehmon kuchi uchun emas, hayratda qoldirish uchun qurilgan. Toshkentning eng elitli rayonlaridan Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobod ko'chadan 6 sotiq maydonga ega bo'lgan 500 kvadrat uyi bilan shu uyimiz sotilmaydi, faqatgina ijaraga beriladi. Kimga deydigan bo'lsangiz, bu joyni olib ofis qilishingiz mumkin yoki chasni bog'cha qilishingiz mumkin. Uzoq muddatga chet eldan kelgan mehmonlarni qo'yishingiz mumkin yoki 500 ming dollarga shunaqa yer olib, imorat qurib yashayman, bundan ko'ra ijarada turaman deydiganligi ayni variant. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hovlisini, chiroyliligini, mahallasini ham hozir tashqarida bitta ko'rsatamiz va ichkariga kirish navieslarimiz. Navies degani o'zi 300 kvadrat. Juda shinamgina shu hovlimizni jalka ijaraga beramiz. Ichkaridan birga ko'rib chiqamiz. Faqat fasad ishlari qolgan, narxini gaplasha olsanglar, fasadlarni sizlarni vkusilarga qarab tayyor qilib remontdan qilib topshirishadi. Biz mana ichkariga ham kirib oldik. Shunaqa uyda yashashni niyat qilganlar bitta like bosib qo'ying. Hammaga nasib qilsa, umumiy 8 ta xona, bitta oshxona. Kirganimizda bizani mana shunaqangi shinamgina xo'l kutib oladi. Xo'ldan kirganimizda chapdagi xonamiz bu ayollar uchun oshxona. Juda did bilan qilingan. Pastda podvalda 2 ta xona. Xo'p, eshikdan to'rga kirar ekanmiz. Bunimiz mehmonxona. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda kattakon. Oshxonani, mehmonxonaning yonida kattalovchi yotoqxona, ichkariga kirib o'tirmaymiz. O'zining alohida sanuzeli ham bor. Bunisi esa pastdagi sanuzelimiz va bu esa kattalar uchun pastdagi yotoqxona. Biz sizlar bilan endi tepa qavatga ko'tarilamiz. Biz mana tepaga ikkinchi qavatga ham ko'tarilib oldik. Juda did bilan qilingani. Lestitsadan chiqqanimizda o'ngda mana shunaqa plashatka bor. Endi hol deymizmi, koridor deymizmi? Xo'p. Tepadagi katta mehmonxonamiz 60 kvadrat, 2 xonali kvartira razmeri. Lestitsadan chiqqanda to'rda bu bitta yotoqxonamiz. Ofis qilaman desangiz ham, kelib yashayman desangiz ham tayyor. Bunisi ikkinchi yotoqxonamiz, bunisi esa bolalar yotoqxonasi. Bog'cha qilaman desangiz ham mana tayyor. Juda did bilan qilingan. Bu yerda 3D aboylari va o'zining alohida sanuzeli ham bor. Maza qilaman to'g'risi. Xo'p, xuddi pastdagidek umumiy alohida sanuzel, bunisi esa oxirgi yotoqxonamiz. Bu uyni fishkasini ko'rsataymi sizlarga. Shoshmasdan kutib turinglar. Vau. Ob-havoga, manzaraga bitta respekt. Yangi O'zbekiston yo'li. Yo'l yuzidagi o'sha qurilayotgan enerji domlari. Bu yerda Yangi O'zbekiston bog'i, to'g'rimizda esa biznes klass aeroport. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, samolyotda tayyor turibdi. Ya'ni yuzdan turib, samolyotlarning uchish-qo'nishini tomosha qilish mazza bo'lsa kerak. To'g'risi havas qildim. Shunaqa uyda yashashni deyapti ekanlar. Yetganida bitta like bosib qo'ying. Tegida egalar nomerini qoldiramiz, bemalol bog'lanib, narx-navosini gaplashib, kelib kirib, maza qilib yashashingiz mumkin.